Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa 29-oktyabr, soatimiz millari 11:40. Men Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga keldim. Hozir o'sha bino mana. Hozir kiraman. Xudo xolasa bir tushunarsiz, bir ajoyib bir holatlar yuzasidan albatta iloji bo'lsa bosh boshqarma boshlig'i bilan ko'rishishga harakat qilaman. Albatta iloji bo'lmasa mas'ullar bilan gaplashamiz. Bu yerda bir narsalarga aniqlik kiritmoqchimanki, eng qizig'i nima sababdan biz, ya'ni Xalq dardi guruh jamoasi hamda antikorrupsiya ommaviy axborot vositalarini xodimlari tomonidan, ya'ni men Otabek Hamidov tomonidan, hamkasblarim Jahongir To'laganov tomonidan, Feruza Jo'rabekovna tomonidan qilgan murojaatlarimiz negadir ichki ishlar tizimida gumdoni chiqib ketyapti. Qanday gumdoni chiqib ketyapti? Bir ijtimoiy tarmoqda, YouTube platformamizda bir jonli efir qilayotgan paytimizda, bu ya'ni 2024-yil dekabr oylarida oxirlarida edi. Dekabr oyining oxirlarida u yerda bir inson tomonidan haqoratli so'zlar, keyin telefonimizga telefon qilgan, SMSlashgan itaqdali. Shu paytda biz ichki ishlarga, ya'ni 102 ga qo'ng'iroq qilib murojaatimizni qoldirganmiz. O'sha 2024-yil dekabr oyining o'sha oxirlari, shu где-то yangi yil kirishiga bir 3-4 kun qolgan edi-da, xullas kalom. Sergeli tuman ichki ishlar boshqarmasidan mas'ullar kelgan, u yerda o'sha haqorat qilgan shaxsga aniqlik kiritilgan, shaxsiga telefon raqamlarini taqdim qilganmiz. Itaqdali, xullas hamma narsalar qilingan. Arizalarni berganmiz, tushuntirish xatlari yozilgan. Bo'ldi dedi, bular dedi, bu bayram o'tib olgandan keyin, yangi yil o'tib olsa, keyin buni sudga olib chiqamiz degan shu bo'yi yo'q. Qayta mana murojaat qilyapman. O'sha murojaatimiz haligacha yopiq. Undan keyin bir holat bo'lib qoldi, yana ijtimoiy tarmoqlarda bir Andijon viloyatini qaysidir bir tumanidan bir odam haqorat qilganligi bo'yicha, bu bo'yicha Sergeli tuman uni ham 102 qilganimdan keyin Sergeli tuman ichki ishlar boshqarmasi Rovdi tomonidan va u yerda o'sha Sergeli 2 Nilufar MFYda profilaktika inspektori Kamoliddin tomonidan bu holat o'rganilib, aniqlanib, aybli deb topilib, bu Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudga chiqqan va u yerda ma'muriy ish, u yerda sudya men propiskam, ya'ni Yangi Hayot tumanida bo'lganligi uchun Yangi Hayot tumaniga yo'naltirishda aytgan, tayinlagan. Shu bo'yi yo'q. Endi men где-то avgust oyining oxirlarida o'sha profilaktika inspektori Kamoliddin bilan bog'lanyapman. U aytdiki, "Yo'q aka, mana bu mustaqilligimizni bayramlarda nishonlab olsak, Xudo xolasa, keyin bu narsani olib chiqamiz sudga, shu Yangi Hayot tumaniga" degan. Shu bo'yi mana sentyabr o'tdi, oktyabr o'tib, уже noyabrga 1-2 kun qoldi. Yo'q. Endi yana xullas boshqa holatlar ham bor. Ana bu ijtimoiy tarmoqlarda Qodir Otabekmikin degan taxallus bilan profil yuritgan nima bor? Bir kimsa bor. U yerda hamkasblarimni juda ham obro'sizlantirib,
hamkasblarimiz juda ham haqoratlar qilib, boshqa qilib qilgan masala o'sha qo'ygan postlari, qayta qo'ygan postlari bo'yicha uni ham O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi xizmati qo'mita raisi nomiga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori nomiga, O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri nomiga xatlar yo'llaganman. Bular endi to'g'ri DXX dan ham, prokuraturadan ham tegishlilik bo'yicha ichki ishlar vazirligi va mutasaddilariga zimmasiga yuklatilgan. Bu bo'yicha Respublika Ichki ishlar vazirligiga chaqirtirilganman. Borganimda u yerda kiber xavfsizlik bosh boshqarmasidan, agar adashmasam, Javlon ismli xodim chaqirgan, uchrashganman. Tushuntirish xatlari, arizalar va hokazolar hammasini qilganmizda bular ham jim. Bunga o'xshagan holatlar qandaydir jim ichki ishlar tomonidan. Men bir narsani tushunmaganim, endi undan tashqari bir yaqinda Toshkent shaharda kamera aniqlabdiki, men qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanibman. Menga 4.120.000 so'm jarima qo'llanilibdi. Men bundan e'tiroz qilib, o'sha kuni, agar adashmasam, ertasi kunning o'zida Ichki ishlar vazirligiga xat bilan chiqqanman va bu tegishlilik bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasiga borgan. U yerdan Toshkent tegishlilik bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga yo'naltirilgan. Haligacha hamma jim. Men bu bo'yicha o'sha yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasidagi murojaatlar bo'limidagi Omonullo bilan Omonjonmi Omonullomi degan ukamiz bor. Yaxshi ko'p mehnatlarini bilaman, yaxshi tomonlarini, lekin endi murojaatlar bo'limida ishlaganligi uchun u insonga men aloqalashdim. Uka, shunaqa buni muddati o'tib ketyapti. Bo'ldi aka, aytildi, xudo xolasa mutasaddilar siz bilan bog'lanishadi degan. Bu o'tgan haftada edi. Mana o'sha bugun adashmasam chorshanba kun. Hali hanuz jim. Endi uni haligi endi to'g'risi agar действительно men u yerda murojaat qilganim, qani mas'ullar kelsin, o'sha qaysi kamera, uni biz yotdan bilamiz, qaysi kamera qaysi ko'chada joylashgan joylarni. Birga boraylik, u yerda o'rganaylik. Qonuniy turibdimi o'zi, yo'qmi, o'zini me'yoriy hujjatlar va hokazolarni hammasini o'rganaylik degan maqsadda murojaat qilganman. Agar u haqiqatda qonuniy, hamma yo'g'i qonuniy, men qoida buzgan bo'lsam, men uni to'lashim kerak. Ya'ni kim o'sha 15 kunda ichida 50%lik chegirmadan foydalangan holda, ya'ni 2.060.000. Agar o'tib ketsa, o'sha bilasizlar 70%, keyin u yog'i 100% to'lashim kerak. Men bular hammasi uchun shunga hozir keldim. Endi mana o'sha ichki ishlar bosh boshqarmasi, endi hozir kiramiz, xudo xolasa. Qani so'rab izohini bilaylikchi. Hozircha salomat bo'lasizlar. Albatta chiqqandan keyin fikrlarim bilan bo'lishaman. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xonadoninglar tinch-omon. Mana bugun 29-oktyabr 2025-yil. Soatimiz millari cho'ta men soatim 12:53. 12 haqiqatda 12:53. Hozir Instagramda jonli efir qilgan edim. Ya'ni men Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelganman. Endi shu orqamda ko'rinib turibdi. Uzoqroq ketganim, u yerda qandaydir internetim umuman jonli efir qilishimga qandaydir imkoniyat bo'lmadi. Shunga sal bir 300 metr uzoqroqqa borib, hozir bu yerdan qilyapman. Ya'ni u yerda Instagramda jonli efir qilganimda aytgandim, bu yerga kelishimizdan maqsad, kechirasizlar endi yoqalarim sal tartibsizroq bo'lib qolibdi. Instagramda o'sha jonli efir qilishimdan maqsadim shunda bo'ldiki, nimagadir ichki ishlar tomonidan biz, ya'ni Xalq dardi guruhi jamoasi hamda antikorrupsiya ommaviy axborot vositalarining o'sha xodimlari, ya'ni men Otabek Hamidov, hamkasblarim
Jahongir To'laganov, Feruza Jo'rabekovlar tomonidan qilgan bir necha murojaatlarimiz nimagadir yopilib ketyaptimi? Yo'q, daragi yo'q, dom-daraksiz. Ya'ni 2024-yil dekabr oyida bo'lgan bir holatlar bor. Toshkent shahrida bu bo'yicha Sergeli tuman ichki ishlar xodim mas'ullari o'rgangan edi. Hamma narsa aniqlangan, ochiqlangan. Va itakdali. Xullas shu bo'yicha endi kelgandim. Bu yerda kelgan telefonda ichki ishlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ahvol xizmatini rahbari Nilufar opa Madiyeva bilan telefonda bog'landik. Gaplashdim telefonda, o'zini raqamlarini berdi va hokazo kontaktlarimizni almashib oldik. Uzoqroqda ekan aytdi, albatta o'sha barcha Toshkent shaharga tegishli bo'lgan barcha murojaatlarni menga Telegram orqali yo'llab qo'ysiz aka. Uni tam kim ijrochisi, nima bo'ldi oxiri, nima qo'ydi va hokazo barcha holatlarni aniqlab va buni keyin sizga natijalari bo'yicha aytaman dedi. Albatta xursand bo'ldik va bu bo'yicha xudo xolasa o'sha endi almashib olamiz. Raqamlarni almashib oldik. Men ma'lumotlarni Nilufar Madiyevaga tashlab beraman. U inson o'rgansinchi, ko'rsinchi, nima sababdan aynan bizning murojaatlarimiz yopiq holatda qolib ketyapti. Chunki bizga nisbatan agar nimaiki bo'lsa, boshqa holat va hokazolar hammasi eng qizig'i qaysi viloyatlardan bo'lishidan qat'iy nazar shakllanyapti, bo'lyapti. Shuning uchun duo qilib turinglar, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda gaplashaylik. Efirimni tugatmasam telefonimga rosa qo'ng'iroq qilyapti, birov bilan ko'rishishim kerak edi. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.